topshiriq salonidagi barliq azizlar, bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganimiz taom turi, ya'ni oilada sambus tayyorlash usuli. Bu sambusga ketadigan materiallar oldi bilan xemir uchun ketadigan materiallar 3-4 piyola atrofida un, odam sonining ozliqligiga asosan qilamiz. Ondan 1 bol qo'shiq tuz, 1 tal tuxum, anadan keyin yarım piyola atrofida sumay, chuchigan sumay bo'lishi kerak. Uningdagi muvofiq miqdorda suv bilan buning xemirini chingma emas, bo'shma emas bir xil xemir yig'ib olamiz xonimlar. Uningdan boshqa buningki ichidagi qiymasiga ketadigan material go'sht. Go'shtni muvofiq miqdorda tayyorlaymiz. Anadan keyin chanab tayyor qilib olgan piyoz, muvofiq miqdorda tuz, mushlar bilan qo'rimiz xonimlar. Sambusining qiymasi qo'rilgan holatda bo'ldi. Buningga dori darmaklarni tayyor qilmadim, ziriq qarmishlar bilan tuzini tanishib tayyor qilsak bo'ldi. Birinchi qadamda xemirni yig'iramiz. Xanım qızlar, mana birinchi qadamda tuz, tuxum, maya, suvdan azroq quydim. Mushuning bilan mushuninki xemirni yig'ib olamiz, sambusining. Xanım qızlar, mana xemirimizni yig'ib jimi ching bo'shlig'i mushtaroq bosib bo'ldi. Bek ching emas, bek bo'sh emas xemir oldu. Buni endi suvga o'rab, ting'ichilik 15 minut tinadi bu. Ang'ichilik ma go'shtimiz bilan piyozni qo'rim tayyor qilib olamiz, Xanım qızlar, qozonga muvofiq miqdorda moy quydi. Moyni bek jiqma emas, bek ozma emas quyamiz. Moy qizigandan keyin go'shtni silib, suyuqni kuch qo'raymiz, Bismillah. Qızlar, mana go'shtimizning suvi tugidi, suvi tutgan vaqtda endi piyozni solamiz, Piyozni silib qo'rsak bo'ldi. Buning qo'rmisiga asli savizlarni yaxshi ko'rsanlar, savizlarni qo'shirasanglar, guruchni aralashtirmoqchi bo'lsanglar, gampanni deymiz, bu asli gampanning guruchidan azroq qo'shirasanglar bo'ldi. Degan men shu go'sht piyoz bilan qilg'im keldi. Mayli qanday qiymat tayyorlasanlar bo'laverdi, o'xshash qo'rib olasizlar. Ammo guruchni ayrim dimlab olgandan keyin qizmandan nejib bilan aralashtirasanglar bo'ldi xonimlar. Bu sal qo'rilgandan keyin o'tni kesak bo'ldi. Xanım qızlar, mana go'sht bilan piyozni qo'rilib bo'ldi. Endi bunga tuzni solamiz, Tuz, qarmoch. Buni endi zira. Buni endi shu tamoqlarniki ozchiqlik asosida o'zinglar ta'min tanishsanglar bo'ldi xonimlar. Obdan aralashtirgandan keyin tuzini tetib, bu qiyma cho'qim sovish kerak, Bu qiziq peti xemirning orasiga olsak bo'lmaydi. Bu oraliqda xemirni zo'l tutib, ichib tayyor qilib olamiz. Mana xonimlar, xemirimizni bir qancha parcha bo'lib olib, işte pil qilganda qilib olamiz, Tugir yani juvog'ini qilganda qilib olib, endi buni mana o'zinglar bilib, cho'ng kichikligini muvofiq miqdorda kesib, qilsanglar bo'ldi. Erinmasanglar, shu petimantiga zo'l qilgandek, ayrim zo'l qilib olsanglar bo'ldi xonimlar. Bunda kesib olgandan keyin ozroq un sepib o'tib, buningga bundan tashqi qo'linglardan da qilsanglar jumla qalat keldi-ku. Mana basımız xanımlar. Tüz basamayman sana qo'linglarni olqindi bisanglar, buni texim chiroq chiqadi. Misholat qilib, buni petermantining yoki tugurning jilsini ochgandek yumloq ochimizmi? Xanım qizlar, mana boyqi zuvulimizni ham ishtaqnib biz ochimizmi xanımlar? Nip biz içib, endi buningga qiymini solgandan keyin ichi qiymini silib, mandaq shaklda yarim oy shaklli qilib, cho'risida besib etgandan keyin ma qiyiqchi keskichimiz bilan cho'risini kesib etimiz bunda shaklda. Kesib ortig'ini aytimiz, mushu shaklda tugimiz bu xonimlar. Mana xonim qizlar, tugib tayyor qilib olgan sambusimiz shu, Boy men degandek orsiq qiymini olgandan keyin cho'risini jupli etib, qiyiqchi keskich bilan kesib buni musholat qilamiz. Endi buni qozonga moy qo'yib, qozon qizigandan keyin qozonda shu qozondagi moyga silib qizartib olsak bo'ldi. Chunki buning ichidagi qiyma pishish qo'yg'ashqa bek oson pishadi, xonimlar. Mana xonim qizlar, meyimizmi qizib tayyor bo'ldi. Endi bu qizigan moyga sambusini solamiz. Bismillah. Az-azını silib ko'sib qo'yay xonimlar, bir qo'lim bo'lib qoldi bugun. Mana shunda o'rib tursizlar, shunda chiroyli chechaklaydi bu. Chechaklagandan keyin anatga bir sal sag'arsili bo'ldi-jimi, bu xemibek nepiz bo'lg'ashqa bek oson pishib ketadi xonimlar bu. Anadan keyin buni sal sag'argandan keyin lam cho'yli bilan suzib ilib, meni undan saqit etamiz, Meni saqitib etgandan keyin ustiga jirik shakar sepsizlar, xonimlar. Un shakar sepsanglar erib ketadi.
Jirik şeker tepip alımız. Buna ko'rdinglarmi? Shunda chiroyli chiqdi ya. Qolganlarini ham shu padida pishirib olamiz ha. Mana xonimlar ko'rdinglarmi? Shunda chiroyli sang'ilchi cheklagandek chekladi bu ha. Endi suzib olsak bo'ldi. Juma texim ingroq bo'lsin deb yana bir qitim ko'rsatib qo'ydim. Xanım kızlar, mana sambusumuzmu pişip tayyor bo'ldi ya. Ustiga jirik shakar sepsanlar bu bek chiroyli shu marvoyatdek bek chiroyli chiqadi. G'uz-g'uz o'zi shunday yeyishlik, ta'mlik sambus bo'ldi. Xanımlar oila chuqur bir sinab yiqinglar. Bu sambusida shu diqqat qilgan masala asosligi mayning haroratiga diqqat qilsanglar bo'ldi. Bek soyuq bo'lib qolsa may ichib oldi. Bak qiziq bo'lib kelsa kuyib ketadi. Chunki ichida nima qiyma pishiq emasmi? Shunlashqa mush taraflarga diqqat qilishinglarni umid qilaman xonimlar. Undaq bo'lsa Allohga omonat.